بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'alaның fazli va muvaffaq qilishi bilan bugun g'alba va mag'lubiyat degan darsninki oxirini davomlashtiramiz. Oldingi darsda bu g'alb mag'lubiyatninki yo'tkilib turishi har qanday bir davlat ya har qanday bir millatda g'albining mangu qilib qolmaydiganligi va shundaqla mag'lubiyatning mangu qilib qolmaydiganligini deb o'tgan va shu haqda to'xtalgan. Bugungi darsda mushu g'alb mag'lubiyatninki yo'tkilib turishi bir davlat ya bir xalqda müminlarda nima uchun har doim g'alba qolmaydi va shundaqla mag'lubiyatmi har doim davomlashmaydi. Nima uchun müminlar har doim kuchliq g'alba ustida yashamaydi va har doim mag'lubiyat ustida yashamaydi degan mush haqda to'xtalamiz. Buningki olimlar bayon qilgan bir qism hikmatlari va sirlari haqida to'xtalib o'tamiz. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo ba'zi vaqtda mu'minlarni ustun qildi va ba'zi vaqtda mu'minlarni tuvan o'ringa tushirib qo'ydi desa, bu dunyo sinoq dunyosi. Yani Allah'a iman etqanlarni mukofotlaydigan, Allah'ni tunmagan, Allah'a iman etmaganlarni jazolash dunyosi. Yani mush dunyoda iman etqanlar bilan iman etmagan kafirlar yashaydigan dunyo, bu dunyo sinoq dunyosi. Kim Allah'a iman etgan bo'lsa qiyomat kuni buning mukofotini ko'rdi. Kim Allah'a ishonmagan, Allah'ni tunmagan bo'lsa buning jazosini tatidi. Agar müminler her daim üstünlükte bolsa, devlet her daim şular üçün bolsa, g'albi şular üçün bolsa, elbette bütün insaniyetke bu dinning birden bir haq din ekanligi, İslamning birden bir to'g'ri din ekanligi, buningdan boshqa, ya'ni islomdan boshqa hamma dinning xato din ekanligi hamma odamga aniq bilinadi. Nima uchun desa, qarisi müminlar tarixdan buyon g'alba ustida, ustunlik ustida, boshqa xato dinga e'tiqod qilganlar, kafirlar cho desa, har doim xorliqda, har doim bechorlikda. Bundaq bo'lganda cho bütün insoniyat bu dinning haq ekanligini tunaydigan, bu dinga ishonishga mayli majburiy bo'lsin, mayli qiziqish bo'lsin, mayli üstün yaşaş maqsadidir bo'lsin, bu dinga hamma odam kirib ketadi. Bu Allah subhanahu va taolaning dunyoni yaratishdagi hikmati bu emas. Yani Allah'ning hikmati bu dunyoda yaxshiga ergishadigan insonlar bularni yomonlar orqali sinaydigan, payg'ambarlarni avatib ularni ummati bilan sinaydigan, ummatlarni payg'ambarlar bilan sanashga avatgan. Şunun için g'alb mag'lubiyat yo'tkilib turganda-cho, ma'lum bir xalq yoki ma'lum bir davlatda har doim qolmagan vaqtda insonlar ichidagi hayronlik, haqni joyida tunayolmaslik bu davomlashadi. Shuning bilan kafir, musulmon bu dunyoda ta qiyomat bo'g'ichilikcha yashaydi. Mana bu Allohning irodasi. Allohning irodasi bu dunyoni bütün insaniyet meyli haqni tunğanlar bolsun, haqni tunmaganlar bolsun, muşularni umumiyizlik yaşaydigan, qiyomat bo'g'ichilik bu sinoq, bu kurash mushundaq davomlash mangdigan yaratgan. Shuning uchun ba'zi vaqtda mu'minlar
üstünlükdə, bəzi vaxt kafirlar üstünlükdə buludu. Savab, jaza, məsuliyyət Allah subhanahu wa ta'ala'nın peyğəmbərlərini əvətişidiki sır hikmətlər davamlışı və məngu qiyamət günü gücülək dəvri sürüş üçün. Mana bu birinci sır, birinci hikmət. İkinci sır nima olmuşunda qalbi və məğlubiyyətinin yötkilib turuşuda desə, ikincisi Allah yolunda haqiqi cihad ibadetini turğuzuş. Mana bu cihad degen insan acizliğe vaqtda, insan zulüm qılınğan vaqtda, özünün zimillərdən ayrılğan vaqtda, özünün atı-boğulları yoki ballardan ayrılğan vaqtda, zalimlar bularning qanlarini tökkan vaqtda, musulmanda jihadga bo'lgan muhabbat, jihadga bo'lgan intilish, jihad uchun hamma narsani qurbon qilishdan iborat mana bu ruh yetilib chiqadi. Xuddi Bani Isroil acizliğe vaqtda, zulüm qilingan vaqtda o'zining payg'ambariga nima deb Bani Isroil zulüm qilingan vaqtda Allah subhanahu wa ta'aladan bir podshoh avatib, shu podshohga ergishish orqali Allah yo'lida jihad qilishni talab qilgan. Nima degan ular desa, İbas lana malikan nuqatil fi sabilillah. Mana bu Allah podshohdan birini bizning ishimizdan chiqarib bergan. Biz shu podshohga ergishib Allah yo'lida jihad qilaylik, Allah yo'lida kurash qilaylik deyish qachon bo'lgan desa, bular zulm qilingan vaqtda, besimga uchragan vaqtda. Bizmi o'zimizning holiga qarab, xuddi sahobalar degandek müminler degandek Resulullah'ın zamanında وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا. Bu zulüm uçurgan, kapılık uçurgan, besim uçurgan şu müminler ne degan Resulullah'ın zamanında dese, biz nima uchun Allah yo'lida kurash qilmaymiz? Allah yo'lida jihad qilmaymiz? Biz shaharlarimizdan, yurtlarimizdan qo'g'landik. Ballarimiz o'ltirildi, zulmga uchirdik degan. Mana mushundaq jihadga bo'lgan muhabbat, jihadga bo'lgan intilish, jihad ibodatini turg'izish uchun inson mag'lub bo'lsa, zulm qilinsa, zolimlar bu mu'minni bo'ziga etgan vaqtda bu jihad uchun her qandaq narsani atash ruhi shu vaqtda yetiladi. Banu Isroilninki Qur'oni Karimda Banu Isroilning qissasi nihoyatda ko'p zikr qilindi. Nima uchun desa, bu dunyoda takrorlanadigan, her ummat, her davr, her zamanda zalim hakimiyeti bilan haq egilleri o'tirisidagi talash-tatish, kurash davomlashadigan, ta qiyomat bo'g'ichilak tugmaydigan kurash bo'g'achqa Allah subhanahu wa ta'ala şuna Musa aleyhisselam ve onun kavmi Banu İsrail bilen Firavun'un vakaligini Kur'an-ı Kerim'de nayeti ciqyada bayan qilgan. Banu İsrail aslida Yusuf aleyhisselamның zamanında devlet qurgan, alohida urunga ega bo'lgan, imtiyozga ega bo'lgan bir xalq. Lekin bular keyin Allohning yo'lidan chatnab, Allohning payg'ambari ko'rsatib bergan yo'ldan chatnab ozgandan keyin bular hammasi Firavunning quliga aylangan. Firavun bularni shiqsagan, azoblagan, qattiq ezgan, zulm qilgan. Mush vaqtda Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhissalomni avatib, bularni zulmdan qutqizish, bularga yetakchilik qilish, jihad qilish maqsadida Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhissalomni payg'ambar yetakchi qilib, yo'lbosh qilib avatgan. Bu payg'ambarninki tirishchanligi, davati Banu Isroilninki tatqan jafolarning natijasida bularning chidamchanligi shu vaqtdagi haq yo'lda mustahkam turish natijasida bular keyin Allah subhanahu wa ta'alaning izni bilan, Allohning g'alaba ato qilishi bilan o'zininki asli burunqi o'rniga qayta olgan.
Allah Qur'oni Karimda bu voqealikni tasvirlab shundoq deydi. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Bu ayette Allah Subhanahu wa Ta'ala biz zımında zulüm uçurgan, besim uçurgan, izilgen şu biçarlarga Meşrik ve Mağribninki hem yada, yani bu yerdeki Meşrik Mağrib'den bo'lgan maqsad asas Misr, Şam ziminlerini maqsad qilmoqchi. Hem yada izilgan şu Banu İsrailga biz burun ezgellarninki ziminini cho ularga berdik. Ularga miras qoldirdik dedi. Aşu mazlumlar zulm qilganlarning cho o'rnini egallagan. Yani zulm qilinganlarga biz zulm qilganlarninki ziminlarini Misr zimini, Palestin zimini mushularnichi ularga berdik. Allah Subhanahu wa Ta'alaninki ularga qilgan so'zi, va'disi emlileşti. Nəhayət güzellik bilan emlileşti. Ular nima deb Allah ularga va'da qilgan desa, yana bir oyatda Musa alayhissalom ularga nasihat qilgan, yo'l ko'rsatgan. Nima deb yo'l ko'rsatgan? Esa ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Sizlar Allah bilan yordam talab qilinglar. Allohga yalvaringlar. Allohga esringlar. O'zingizning haq yo'lida mustahkam turinglar. Chidamchan bo'linglar, sabr qilinglar. Bo'lib qo'yinglarki, şu qum zimin Allah'ның zimini. Allah bu ziminni o'zining bandalaridan xoliganlarga berdi. Lekin oqibatdagi haqiqiy g'albicho muttaqilarga mansub degan. Demak, mush Allah'ның va'disi shu bularga amaliyleşdi. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Firavun ve onun guruhi, onun cemaati qilgan ishlarining hammani biz vayron qilib o'tdik. Ularni halok qilib o'tdik. Ularning targ'an ziroatlarini, ularning qurgan shaharlarini vayron qilib o'tdik deydi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demak, mushu vayron qilish orqali Allah Subhanahu wa Ta'ala Banu İsraildan iborat zulm qilinganlarga zolimlarning ziminlarini bergan. Demak, jihad ibadatining turg'izilishi, jihad ibadatiga musulmonlarning qalbida muhabbatning paydo bo'lishi, intilishning bo'lishi, jihad uchun o'zining hamminasini atash ruhining paydo bo'lishi uchun g'albi mag'lubiyat mushundaq yo'tkilib turdi. Uchinchisi hamda nima uchun mushundaq yo'tkilish, ya'ni ummatlar ichida, insonlar ichida ba'zi vaqtda ma'lum xalq, ma'lum davlat kuchli yashaydigan, ba'zi vaqtlarda ma'lum xalq ojiz yashaydigan, mushundaq kuch-quvvatning yo'tkilib turishi nima uchun desa, birinchi bo'lib Allah Subhanahu wa Ta'alaninki birdan bir hammadan g'olib kuch egisi ekanligini bandalarga bildirish. Allah Subhanahu wa Ta'alaning sifatlaridan al-qaviy, eng kuchli deb sifati bor. Al-mutakabbir, al-muhaymin, al-jabbar, al-qahhar degan Allohning mush buyuk sifatlari hammasi Allah Subhanahu wa Ta'alaning hammadan ustun, hammadan g'olib, hammani egalliguchi, hammani boshqaruvchi, as-samad, har qanday narsaga ehtiyojining yo'qligi, hammadan behojat ekanligi mushundaq go'zal sifatlar bor.
Allah'ның bu güzel sıfatlarının haqiqatini bendeler kaçan bilalaydi o? Haqiqi kaçan tunuydu o dese, şu bende acizlaşkan vakitte. Kuch egallarının öz kuchiridan ayrilgan vaqtda. Bu vaqt şu Allah subhanahu va taolaning birdan-bir o'zgarmas g'olib ekanligi, o'zgarmas kuch egasi ekanligi, ojizlab qolgan davrining qat'iy yo'qligi. Mahluqlarning cho desa, ojizlaydigan, kuchlandigan, kasal bo'lib qoldigan mushundaq davrlarni mahluqlarning beshidan o'tkazdiganligi. Xoliqning cho Xaliq bo'lgan Allah subhanahu va taolaninki bu mahluqqa kelib qoldigan har xil illat, har xil kasallarning cho bu xaliqqa qat'iy kelmaydiganligi qachon isbotlandi desa, mushunda g'albi mag'lubiyat yo'tkilib turgan vaqtda. Ojiz bo'lish, kuchliq bo'lish yo'tkilib turgan vaqtda. Mana bu haqiqiy isbotlandi. Ikkinchi mushu yo'tkilib turishdiki yana bir sir nima desa, Allah subhanahu va taolaga bütün müminlarning qalbining Allohga esilishi, Allohga yalvirish holatida bo'lishi, Allohga duo qilishi, Allohdan o'zining talablarini har doimcho talab turishi. Mana mushundaq qalblarning Allohga intilib turishi, Allohga yalvirib turishi, duo qilishi qachon bo'ladi desa, müminlar mag'lub bo'lgan vaqtda, zulm qilingan vaqtda, bichora bo'lib qolgan vaqtda hamma mümincho bizning Allohdan boshqa hech qanday yordamchimiz yo'q. Allohdan boshqa bizga hech qanday g'alaba ato qiluvchi yo'q degan bu haqiqatni to'liq tunaydi. Agar müminlar har doim g'alaba qiliblam kelsa, ustunlik har doim bularga mansub bo'lsa, nurg'un inson Allohga bo'lgan o'zining ehtiyojini his qilmagan bo'ladi. Nurg'un inson Allohga yalvirishning zarurligini his qilmagan bo'ladi. Nurg'un inson o'zining bandi ekanligini his qilmagan bo'ladi. Qachon his qiladi buni? Haqiqiy his qiladi. Bu insonning kundalik hayotiga ta'sir ko'rsatadi. Allohning ulug'ligi, Allohga yalvirishning zarurligini qachon haqiqiy tunuydi desa, ojizligi vaqtda. Saq odam kasal bo'lib qolganda Allohga qaytadi. Boy kambag'al bo'lib qolgan vaqtda Allohga qaytadi. Xuddi shuningdek, mu'minlar uchun kuchli holatdan ojizlab qolsa, Allohga qaytadi. Allohga yalvirdi, Allah subhanahu va taoladan tilaklarini tilaydi. Mana shu mu'minlarning qalbining Allohga har doim esilib turishining zarurligi, Allohga yalvirishning zarurligi, Allah subhanahu va taoladan bütün tilaklarni so'rashning zarurligi uchun Umar radhiyallohu anhu Xolid ibn Validni qo'mondonlikdan elib o'tgan. Xolid ibn Valid Payg'ambar alayhissalom sifatlagandek sayfun min suyufillahil maslul deb sifatlagan. Allah'ın soğurulgan qilichi bu deb. Mushundaq sifatlagan katta sahabe. Urushning har qandig'ini g'alba qildi. Har qandaq urushga Xolid qo'mondon bo'lib kirdikan radhiyallohu anhu g'alba qildi. Mushundaq g'alba qilayotgan vaqtda Umar radhiyallohu anhu elib o'tgan qo'mondonlikdan. Nima uchun elib o'tgan desa, Umar radhiyallohu anhu bayon qilib buning sirini lam a'zil Xolidan an sakhatin wala an khiyana walakinni khashitu anna al-muslimina futinu bih. Men Xolidni yomon ko'rganlikdan, mening ochchig'imni keltirib qo'ygan sababdan yoki xiyonat qilganlik sababidan elib o'tmadim. Lekin men musulmonlarning bu Xolid bilan fitnaga uchrab qolishidan qo'rqdim. Xolid bilan musulmonlarning tayinib qolishidan qo'rqdim. Nima uchun desa, Xolid bilan qo'mondon bo'ldi ekan, biz g'alaba qilamiz. Xolid bilan boshliq bo'ldi ekan, urushda mag'lub bo'lmaymiz deydigan mushundaq so'zlarcha shu chaqdagi sahobalar ichida targ'an. Yani bir sürede Ömer radıyallahu anhu bazı siyir kitaplarında bayan qiladi.
hatta ya'laman nas anna Allah yansuru dinah va la yansuru Xolidan. Deb mushunaq degan. Yani Xolidni eli yutishimdagi asosiy sabab bütün musulmonlar Allah'ның öz diniga yordam berdiganligini bilsin. Xolid yordam bermay Allah öz diniga yordam berdiganligini bilsin deb elbette. Yani Xolidning keyingi qo'mondon bo'lganlarmi-chu urushda g'alaba qilgan. Sa'd ibn Abi Waqqas urushda g'alaba qilgan. Musha orqali Umar radhiyallohu anhu har qandaq vaqtda mu'minlarning qalbi Allohga bog'langan bo'lishi kerak. Yordamni Allohdan so'rash kerak. Alloh qilam tayinish kerak. Degan maqsadda shuncha Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ni qo'mondonlikdan elib o'tgan. Demak, g'alb mag'lubiyatning yo'tkilib turishidagi sirlarning yana bir nima desa, bandalarningki qalbi har doim Alloh qilam intilsin. Allah dillam tilaklarini tilison. Allah yalvason. Degan mush hissiyatni, mush iymoniy tarbiyani singdirish maqsadida Allah subhanahu va taala g'alb mag'lubiyatni shunga yetkazib turdi. Bugungi darsimiz mushada oyoqlashdi. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illalloh nastag'firuka va natubu ilayk.